ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, mashinangiz zo'r ekan, sir bo'lmasa nima ish qilasiz? Izzat qilyapsanmi odamni? Yo'q. Bu Jiguli bu. Bu Jiguli bu. Tushundim, sir bo'lmasa nima ish qilasiz? Toza bir ahmoq ekansiz. Jiguli deyapman. Siz ko'rganmasizlar, boylar odamlar oldiga boringlar, nima izzat qilasan odamni? Tushunib turibman, mashinangiz zo'r ekanmi, Jiguli. Nima ish qilasiz? Un tashiyman. Un tashiyman. Faqat keyin yo'q, bozorga kira qilaman. Keyin pomidor bodring tashiyman, sotaman ham kerak bo'lsa. Pomidor bodring tashiysiz, sotasiz. Endi bunga erishish uchun nimalardan kechgansiz? Sog'lig'imdan kechgan. Sog'lig'ingizdan. Oilamdan. Oilam mendan kechib bergan. Oilangiz sizdan kechib olgan. Shunaqa. Endi sizga so'ngida, endi oxirida bitta savol. Kelajakda shu kasbga egallashmoqchi bo'lgan yoshlarga nima maslahat bera olasiz? Voy, bu Jiguli bu, ey.